Assalamu qarindoshlarım. Shanba kunlik bevosita o'qib tarqitish, ya'ni Shirin buloq seriyani ikkinchi qatimliq bevosita tarqitish yana boshlandi. Shanba kun bo'lganligi uchun abay askartganga o'xshash ko'proq o'qib tugitib olay deb o'yladim. Ham o'zimning baklam o'qib zot nimalar yozilgan bu kitobda bakmi bilgim bor, bakmi qiziqyapman. Shunga vaqtni chang tutib bugun chaqroq o'qishim mumkin. Ma'qulamsa, diqqat bergaysizlar. Yili o'qib biz tashviq talqanjini degan mazmun kelib to'xtagan edik. Tashviq jini, buni talqanjini deb ataydi ekan. Safvan ibn Umayya Vahab ibn Umayyani ko'say o'rinda ishlatmoqchi bo'lib atgan Yahudilar va munofiqlar o'zlarining razil suiqasdini o't quyruq harakatlarini to'xtatmayotgan bir paytda Makka doiralarining katiboshlari Abu Sufyan ibn Harab o'z qavmining siyosiy o'rnini asliga keltirish va lashkariy kuchini ko'z-ko'z qilish va ozroq badal to'lab ta'siri zo'rroq bir ish qilishni o'ylab yuratdi. U Muhammadga qarshi bir qatim urush qo'zg'amaguncha ayol kishiga yaqin kelmayman deb qasam ichdi. Shunga u o'z qasmini amalga oshirish uchun bu qatim 200 otliqni boshlab Madinadan 20 kilometr yiroqlikdagi Naif deb ataladigan bir tog' bag'riga kelib tushdi. Lekin u Madinaga oshkora hujum qo'zg'ashga jur'at qila olmay, qaroqchilarning harakatiga o'xshab ketadigan bir turlik buzg'unchilik harakatini ilib bordi. U tun nisbiy bo'lganda Madina tabasiga o'g'irliqcha kirib, Yahudilarning katibishi Huyay ibn Axtabning uyiga keldi va uning eshigini chaqdi. Huyay tun nisbidagi chaqirilmagan mehmondan shumliq his qilib, eshikni ochqili unimadi. Shuning bilan u bu yerdan inib Salam ibn Mushkam, yana miyat bir soat borki, shu vaqtdagi Bani Nazirga Yahudilarning kattisi va qo'shimcha xazina begi edi debdi. Ning uyiga kelib eshikni chaqdi. Salam ibn Mushkam uni xushallik bilan qabul qilib, uyiga boshlab kirib, ziyofat berdi va uning sharafiga aroq tortdi. Onda uningga Madina vaziyati va hozirgi ahvolni so'zlab berdi. Tun nisbatan o'tganda Abu Sufyan o'zining tushgan o'tingiga qaytib kelib, o'z odamlaridan bir qancha kalla kesarni tanlab Madinaning Azir, ya'ni miyada Ariz tavalligiga hujum qilishga avatdi. Ular bu yerda bir tarafdan dal-daraxtlarni kesib tashlasa, yana bir tarafdan o't qo'yib, kuydirib, dal-daraxt bog'-varallarga buzg'unchilik soldi va kechda bog' aylanib qunib qolgan bir ansori bilan uning bir og'inisini uchirtib qilib, ularni o'ldirib o'tib, Makkaga qarab tikib atdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu xabarni anglagandan keyin darhol harakatga kelib, Abu Sufyan va uning odamlarini qo'llashga otlandi. Lekin ular yengilroq qichish uchun uzunroq va boshqa ta'minatlaridan talqon qatorlarni tashlab etib, nihoyatda tez qochqanligi uchun musulmonlarning qo'liga tushmay qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Qarqaratul Kidri degan joygacha qo'g'lab berib, ondan qaytdi. Musulmonlar qaytishida mushriklar yo'l bo'yi tashlab qochgan talqon bo'g'ishlarini terib ilib keldi. Shuning uchun bu qitimqi harakat Savik, ya'ni talqon jangi deb ataldi. Bu vaqa Badr jangidagi 2 oydan keyin Zulhajja oyida yuz berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu qitim Madinada o'z o'rniga Abu Lubaba ibn Abdul Munzir raziyallohu anhuni qoldirgan edi. Ziamri jangi Uhud jangidagi ilgari Ziamri jangi Uhud jangidan ilgariki Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zi bevosita rahbarlik qilgan bir qitimliq cho'ng harbiy harakat bo'lib, Hijriyaning 3-yili Muharram 1-oyda elib berilgan edi. Vaqaning sababi mundaq.
Madina ayoqchilari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Bani Su'aylab va Muharib qabillarından zo'r bir turkum kishilar to'planib Madina atrofi rayonlarga hujum qilmoqchi bo'lib etibdi degan ma'lumotni yetkazdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmonlarni chaqirib va otliq piyodalik bo'lib 250 kishilik qo'shinni boshlab dushmanni uvisidila tunjuqtirib etishga atlandi. O'z o'rnida Madinada Osman ibn Affan raziyallohu anhuni qoldirdi. Yurish davomida musulmonlarning oldin chorlig'uvchi qismi Bani Su'alaba qabilasidan Jabbor ismli bir kishini tutib olib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga elib kirgan edi. U kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning da'vati bilan musulmon bo'ldi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni Bilalga topshirdi va Bilalning nazoratida qo'shinning yo'l boshlovchisi bo'ldi. Dushman Madina qo'shinining yo'lga chiqqanligini anglabla tog' qirollarga qarab o'zini chetga ilib olishdi. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ular to'plangan Ziyamri degan suv bo'yiga yetib berib, shu yili safar ida sog' bir oy yoki ozroq kam turib, Badavilarga musulmonlarning tashkiliy kuchini to'ntib qo'ydi va ularning haybasini yerga urib, dillariga qo'rqinish urug'ini terib qo'ygandan keyin zafar bilan Madinaga qaytdi. Kayb ibn Ashrafning o'ldirilishi. Kayb ibn Ashraf Yahudlar ichida islom diniga va musulmonlarga o'chmanlik qilishda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga til tekkizib, azar berishda va islomga qarshi ta'tir tashviqot elib berib, qudratqo'lik qilishda eng ashaddiy o't quyruq shayton edi. U ota tarafdan arablarning Bani Tay qabilasi idin, onasi Bani Nazir Yahudilardan edi. U o'zining boy zardorlari, davlatman bayashatligi, kelishgan qomati va yetishgan she'riy talanti bilan butun arablarga to'nilgan shoir bo'lib, Madinaning sharqiy janubida Bani Nazir mahallasining orqa ko'chasidagi hashamatlik bir quruqda turadi. Bu ablaq musulmonlar Badrida Quraysh qo'shini bilan tutishib, ularni yengibdi va ularning katibaşlarının hammasi o'ldirilibdi degan xabarni anglab, puti ko'ygan to'g'idek bearab bo'lib ketdi. Va bu rost xabarmi? Bular degan Qurayshlarni demakchi. Arablarning ko'zi, elning sarkilari qasam qilmanki, Muhammad ashularni yengib g'olib kelgan bo'lsa, yer yuzida o'mlab yurgandan yerning tegida, ya'ni go'rga demakchi, kirib yotgan ming yaxshi dedi. U anglagan xabarning barhaq rostligini jazmlashtirgandan keyin qaytadan azbaylab payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni va musulmonlarni hajbi qilib she'r o'qib qapshig'ili turdi. U musulmonlarning dushmanlarini ko'kka ko'tarib, ularni musulmonlarga qarshi turishga kuch ko'rdi. U buning bilan qanoat qilmay, to'ygi bilan Makkaga keldi. U Makkada Mutallib ibn Abi Bidaa Bani Sahi jamoatidan uning uyiga tushib, Qurayshlarning Badrida o'ldirilgan o'liklariga yig'lab, ularning ishini echitadigan Marsiya g'azallarini o'qidi. Bu she'rlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qarata ularning o'chmanligini qo'zg'ab, darhol urushga otlanishga chaqirdi. U Makka qotillari bilan eg'iz burun yalashib yurayotgan mazgilda Abu Sufyan va boshqa Makka mushriklari uningdan "Sana bizning dinimiz yoqamdi yoki Muhammadning dini yoqamdi? Ikki tarafning qaysimizning tutgan yo'li to'g'ri?" deb so'raganda, u tap tortmasdan "Sizlarning tutgan yo'linglar necha hassa to'g'ri?" deb afzallab, uningdan "Hargiz ikkilanmanglar" deb javob berdi. Kayb Madinaga qaytib kelib, o'z she'rlarida musulmonlarning ayollarga til uzatdi va ularni intayin qabih tillar bilan haqoratlashga boshladi. Ish mushiyat yerga yetganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarni yig'ib, Kayb ibn Ashraf Alloh va Allohning payg'ambariga azor yetkazib uni qaysinglar bir taraf qilib etisizlar dedi. Shuning bilan bu ishqa Muhammad ibn Maslama, Abbad ibn Bishri,
Abu Naila ismi Salkan ibn Salama. U Kayb ibn Ashrafning imildosh qerindishi edi. Haris ibn Abis va Abu Abassa raziyallohu anhumalar o'zlarini atadi va Muhammad ibn Maslama raziyallohu anhu bu fidoilarning bosh qo'mondoni bo'ldi. Kayb ibn Ashrafning o'ldirilishi haqidagi rivoyatlarning xulosasi shuki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Kayb ibn Ashrafni kim ujuqtirib etadi? U Allah va Allohning payg'ambariga ko'p arziyat qildi degan. Shuning bilan Muhammad ibn Maslama raziyallohu anhu turib, "Ey Rasululloh, Kaybni o'ldirishimni xohlamsan?" degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Ha, albatta xohlayman" deganda Muhammad ibn Maslama raziyallohu anhu, "Ey Rasululloh, undaq bo'lsa mening uni ishontirishim uchun bani yolg'on yupur so'zlarni qilishimga ruxsat qilgin" degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bo'ludi degan. Shuning bilan Muhammad ibn Maslama raziyallohu anhu Kayb ibn Ashrafning qishig'i kelib, bu odam payg'ambar sallallohu alayhi va sallam demoqchi, bizdan to'la sadiqa iyoni so'rab joq to'yg'izvatdi degan edi. Kayb mundaq dedi: "Bu sizlarga texi oz, buningdan keyin teximi to'ysizlar? Endi biz uningga boshda agishib qo'yibdik. Hozircha uni tashlavatsak sat bo'ladi. Shung uni hozircha tashlavatmay turayli. Keyin ahvolga qarab bir ish qilarmiz. Bizga bir ikki tatiq xurma o'tni bergin bo'ladi. Ammo biror narsangni mening yenimda go'raga qo'yishinglar kerak. Nimani go'raga qo'yishimizni xohlaysan? Ayollaringlarni qo'yinglar. Sen degan arablar ishida eng kelishgan shaxs tursang, sening yeningda qiz-xotinlarimizni qoldirib, qandoqmi xotirjam bo'lg'ili bo'ladi? Undaq bo'lsa, o'g'illaringni qo'y." O'g'illarimizni go'raga qo'ysak-ku bo'ladi, biroq kichik bolalar o'zaro tilishib qolsa, bir ikki tatiq xurmaga go'ra qo'yilgan deb haqorat qiladi. Bu avlodlarimiz uchun o'chmas ornumuz keltiradi. Shunga eng yaxshisi biz sana qurol-yaroqlarimizni go'raga qo'yayli, dedi. Va uning bilan qurol-yaroqlarni elib ketishga deyishdi. Orqadan Abu Naila kelib Muhammad ibn Maslama raziyallohu anhuday qildi. U Kaybning yinda birdam she'r, ashhor haqida paranglashdi. Ondan uningga: "Ey Bekzodam, men yiningga bir hojat bilan kelib edim. Uni etsam boshqalardan sir tutishga kapolatlik qilgan bo'lsang", dedi. Kayb: "Shunda qilay", dedi. Abu Naila raziyallohu anhu bu odam, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam demoqchi, "Ning kelganini biz uchunlar bir balo bo'ldi. Butun arablar bizni dushman tutib, bir yangdan qo'l chiqardi. Maishat yo'llarimiz etilib, bola chaqalarimiz ochliqda qoldi. Tanlarimiz o'ruqlab, bir tera, bir ustixon bo'lib qoldik. Qisqasi biz o'zimizni-mu, bola chaqalarimizni-mu jafo mushaqqat qo'ydik", dedi. Va Muhammad ibn Maslama raziyallohu anhu qilgandek payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ustidan uningga shikoyat qilgan kishi bo'lib oldi. Anda u yana parang davomida: "Mening bir qancha yaqin og'inlarim bor. Ularmi menga o'xshashlar hojatman, dardmanlardan. Shunga men ularni oldinga boshlab kelsam, ozroq bir narsa setib berib, xayr-saxovatchilikingni ko'rsatib qo'ysang bo'pti ekan", dedi. Haqiqatan mu qaltis ish bo'ldi. Ibn Maslama bilan Abu Naila raziyallohu anhumalar ko'zlagan maqsadga yetishdi. Chunki Kayb ibn Ashraf endi ularning bir to'p odamni boshlab qurol-yaroqlarini ko'tirishib kelishini yod sanmaydi. Hijriyaning 3-yili Rabiul Avvalning 14-kuni kechisi. Havo intayin ochiq, oppoq aydin kechi bo'lgan edi. Mazkur fidoilar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning uyiga jam bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ular bilan Baqiul G'arqat degan yergacha birga chiqib, ularni bismillah, ya'ni Allohning ismi bilan deb menganglar, ey Alloh, ularga yordam qilgin deb ustib qo'ydi. Ondan uyga qaytib, kechacha namoz o'qib, Parvardigor Allohga iltijo qilib chiqdi. Fidoilar Kayb ibn Ashraf turayotgan qal'a oldiga yetib berib edi. Oradan Abu Naila raziyallohu anhu unlik tovlab Kaybni chaqirdi. Kayb tushmoqchi bo'lib edi. Ayoli uning oldini to'sib, "Bundaq olam bemahal bo'lganda nega borasan? Bu ovoz menga go'yo
qonning hidini tarqatayotgandek yujunli anglanıvatıdı, dedi. Keyib, ular degan mening do'stim Muhammad ibn Maslanima va imildosh qarindishim Abu Naillardir. Undaq bo'lmagandimi, mard degan o'limga va'da qilsimi vafo qiladi degan gap bor, dedi-da, atir-patirlarini chechib ularning oldiga chiqdi. Uningdan kishining dimiqini g'idiqlig'idek esil puroqlar gupildab turib turadi. Kayib tushib bo'lguncha Abu Naila hamrohlarga, kayib chiqqanda men uni purg'an bo'lib chechidan tutaman. Men uning qallasini mahkam tutib olganligimni ko'rsanglar, darhol qilish uringlar, deb o'rlashtirish qildi. Kayib tuvanga tushib ular bilan qizg'in salom soat qilishdi va chaqchaqlashdi. Ondan Abu Naila raziyallohu anhu taklif bahangida so'z ichib, Kayib, ma'qul ko'rsangiz paranglashqash shil, ya'ni joy nomi g'ichi berib, kechilik oydan saylis qilib kelgan bo'lsak, dedi Kayib. Ixtiyoringlar, dedi. Shuning bilan ular parang silishib tuvanga qarab mengishdi. Ular ketib etib bir agimga borganda Abu Naila raziyallohu anhu, men bugungidek xushbaroq yedilmagan edim. Ajab esil atir ekan-a, deb qo'yib edi. Kayib ibn Ashrafga yelmangdi. U darhol mag'rur qiyofatga kirib, albatta shundoq bo'ldi-da, chunki bugun eng go'zal arab qizi atir-patirlarini chechib meni kutdi emasmi, dedi. Abu Naila, menga beshingni purib olishimga ruxsat qilarsanmi, degan edi. Kayib ibn Ashraf bo'ladi deb to'xtab berdi. Abu Naila raziyallohu anhu Kayibning bo'ynini mahkam egib quchoqlab purg'anni qildi va hamrohlarga puratdi. Ondan yana yo'lni davomlashtirdi va birdan mangandan keyin yana bir purib olsam, dedi. Kayib to'xtab beshini egib berdi. Uning beshini mahkam siqib bir purib olgandan keyin yana qo'yib berib yo'lni davomlashtirdi. Yana ozroq mangandan keyin u yana purib olay degan edi. Kayib to'xtab berdi. Shuning bilan u Kayibning beshini obdan tortib rosa agdida, "Ha, chop!" deb buyruq qildi. Shuning bilan uning putqili dumbi kasalarini qilish va tayoq to'qmoqlar yig'ib ketdi. Lekin tun qorong'usidagi egiz pas urilgan tayoq to'qmoq uningga ajallik zarba bera olmadi. Shung u Muhammad ibn Maslama raziyallohu anhu qo'lidagi joto shakldagi chumiqi bilan uning dumbisiga qattiq birni urdi. Da jotoning bisi uning oldi a'zosining yeniga teshib chiqdi. Natijada Xudoning dushmani Kayib ibn Ashraf jon uzib yiqildi. U usti boshlariga qilish nayzlar yoqilib turganda sat chirqirab atrofdagilarni cho'shitib o'tgan edi. Shung u yerga yiqilib to'pi tishlab bo'lguncha atrofdagi barliq qal'a va qo'qlarda g'ilpal o't yo'rqi yurdi. Fidoyilar olmon-talmon qaytishdi. Biroq qo'shin a'zolaridan Haris ibn Avasga o'z hamrohlaridan birining qilichi tegib ketganlikdan yorinib qansirab yetib qoldi. Fidoyilar qo'shini Hazratul Azir degan yerga kelganda ondan Harisning yo'qligini bayqashdi. Shung ular birdam saqlab turib, Harisning yetib kelishini kutdi. Bir chaqda u o'milab asti kelib edi, ko'pchilik uni ko'tirib olishdi va Baqyul G'arqat degan yerga yetib kelib edi. Hammaylar tang sado ko'tirib, Allohu akbar deb to'lashdi. U yerda bularni saqlab turgan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam takbir ovozni anglabla, ular Kayibni o'ldiribdi deb bildi-da, ovozni ko'tarib Allohu akbar deb to'lib etdi. Ikki taraf uchrashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yashab ketgaysizlar, dedi. Fidoyilar, senmi yashab ket, ey Rasululloh, deyishdi. Ondan Harisning yarisiga tükürüp qo'ygan edi, yara shu hamon salmasa saqayib ketdi. Keyin faqat og'irmadi. Tong atdi. Yahudlar o'z katiboshlarining nihoyatda abjillik bilan ujuqtirib etilganligidan qo'rqib sarosimiga patdi. Qo'rqinish uni ichiga tushib ketdi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning odil, haqqoniy ekanligini, muqimlikqa buzg'unchilik qilib, qalaymaqonchilik tug'dirmoqchi bo'lganlarga, o'ttirdagi ahdiga xiloflik qilishga uringanlarga chiroyli nasihat kor qilmaganda qoral kuchi ishlatishdan voz kechmaydiganligini bilib qilishdi. Shung ular bu katibishining o'ldirilganligiga hech qanday inkos qaytarmay jimib ketishdi.
әхду peymanlarga rioya qiladiganliklarini bildirishib shuklab qilishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madina ichi va sirtida yuz berish ehtimoli bo'lgan xatarlarga mana shundoq oldin qo'l selish usulini qo'llanib, ichki va tashqi jihatda har xil qiyinchiliklardan zo'r darajada yeniklab qoldi. Buhron urushi. Buhron urushi Hijriyaning 3-yili Rabiul Axir oyida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zi bevosita qo'mondonlik qilgan 300 kishilik cho'ng lashkari yurish bo'lib, u Buhron, ya'ni Hijozning g'arbiy tarafidagi bir madan chiqadigan joyda Rabiul Axir va Jamad diyal avval oylarda u yerda turib qaytib keldi. Urushqa duch kelmadi. Zayd ibn Haris qo'shini. Bu musulmonlar Uhud urushining oldida qo'zg'agan eng muvaffaqiyatli, zarbadorligi eng zo'r bir qadamlik harbiy harakat bo'lib, Hijriyaning 3-yili Jamadi yil oxir oyida elib berilgan. Vaqaning tafsiloti shuki, Quraysh doiralari Badri fajiasidan keyin qattiq dard alamga g'arq bo'lib, ichi qon edi. Yaz kelib ularning Shamga qiladigan yazliq safar vaqti yetib kelibdi, ularni qayta g'am bosdi. Bu chaqda Safvan ibn Umayya u Qurayshlarning bu yilqi tijorat safarining mas'uli bo'lgan edi, deb izohat beribdi. Quraysh kattalarga Muhammad va uning odamlari bizning dengiz bo'yidagi tijorat yo'limizni atdi. Uning odamlari dengiz bo'yidan ayrilmay turibdi. Biz zodi qanday qilishimiz kerak? Uning ustiga ashu bo'ydagi qabillarning ko'pinisi uning bilan ahdinoma tuzishib bir tam bo'lib oldi. Zodi qayerga menish kerak? Aql ko'rsinglar. Bu yerda turaversak, bor yo'q melimizni gap tugatimiz. Bu mol bizga hamisha boqiy emas. Biz Makkaliklar yozda Shamga, qishda Habishistonga berib tijorat qilish bilan kun kechiradigan xalq, dedi. Bu haqda qizg'in muzokara ilib berildi va qo'l-qo'l qilindi. Oxirida Asvad ibn Abdulmutallib Safvan ibn Umayyaga yo'l ko'rsatib mundaq dedi. Undaq bo'lsa, sen dengiz bo'yidagi yo'ldan mangmay, Iroq yo'li bilan mang'in. Iroq yo'li Madinaning sharqidagi xeyli yiroq joydan kesib o'tib, Iroqning g'arbiy tarafi, ondan Najdi orqali Shamga boradi. Qurayshlar buningdan ilgari bu yo'l bilan mengib boqmag'achqa yo'l yo'linishini obdan bilmaydi. Şoňa Asvad ibn Abdulmutallib Safvanға Bani Bakri qabilasidan Furat ibn Habbanni yo'l boshlovchilikqa elib olishga ko'rsatdi. Şuning bilan Quraysh karvani ularning mol-mulklarini qachilab, Iroq yo'lini nishonlab, sharqiy shimol taraf bilan ostag'ina yo'lga chiqdi. Lekin bu karvon va uning yo'linishi haqidagi ma'lumot allaqachon Madinaga kelib bo'lgan edi. Uning jarayoni mundaq bo'ldi. Salid ibn Nuayman xili bir musulmon bo'lgan edi. Bilan Nuaym ibn Mas'ud Ashja'i o'tahi musulmon bo'lmagan chig'i. Bir aroq so'rinda billa o'chaqda tehi aroq harom qilinmagan edi, deb izohat beribdi. Bo'lib qoldi. Nuaym aroqni rosa ichib mas bo'lgandan keyin karvon to'g'risidagi talash tortishlarni va uning yo'nalishi haqidagi tafsilotlarni jo'ylibatdi. Buni anglagan Salid ibn Nuayman intayin chapsan yo'l ko'rib Madinaga kelib, buni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xabar qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni uqqandan keyin darhol Zayd ibn Haris Kalbi raziyallohu anhu boshchiligida 100 kishilik qo'shin tashkillab yo'lga soldi. Zayd raziyallohu anhu intayin jiddiy yo'l yurib, oxir karvonning Najda ziminda Qarda deb ataladigan bir suv bo'yida ekanligini bayqadi. Ularga ushtumtut hujum qilib, karvonni butunlay qo'lga tushirdi. Safvan qatorli karvonlarning mas'ullari hech qanday qarshilik ko'rsatmayla tikib atdi. Zayd ibn Haris raziyallohu anhu boshchiligidagi qo'shin karvonning yo'l boshlig'uvchisi Furat ibn Habban, yana bir so'zda uningdan boshqa yana 2 kishi
ne asar aldı deb izohat beribdi. 100 ming dinar qiymatidagi nurg'un qochqucha oltin kumushlarni o'lja elib Madinaga qaytib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam g'animatlarni topshirib elib, bashdan birini ayirib olgandan keyin qo'shin ahvollariga tangshab berdi. Furat ibn Abban Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning dalalati bilan musulmon bo'ldi. Qardi vaqasi Quraysh taraf uchun aytganda Badr fojiasidan qolsa, eng ig'ir, eng talafotlik bir qadamliq yo'qotish bo'ldi. Bu vaqadan Qurayshlar qattiq cho'chidi va qayg'u alamga patdi. Ularning oldida faqat ikki yo'l qolgan edi. Biri ular o'zlarining yo'lsiz takabburligi va yovuz niyatidan yenib, musulmonlar bilan arab va inoq o'tish yo'lini tanlash. Yana biri keng ko'lamda qaytarma hujum qo'zg'ab, o'zlarining tarixiy shon sharafini, qadimiy izzat obro'yini qaytadan tiklash, shundaqla musulmonlarning lashkariy kuchini bir qatim tal-to'kis yo'qotib, ularning g'arbda Qizil dengiz yo'lini, sharqda Iroq yo'lini qamal qila olgudek mag'durni qo'ymaslik edi. Afsunlarligi Makka doiralari bu qatim ikkinchi yo'lni tanlab qoldi. Ularning qisas elish qizg'inligi kun sayin eshib, musulmonlar bilan qattiq bir elishish va ularning diyoriga bostirib berib, butunlay xonavayron qilib etish irodasi texim kuchaydi. Demak, mana bu bir qator ahvollar Qurayshlarning Uhud urushiga keng ko'lamda tayyorlik ko'rishiga turtki bo'ldi. Uhud urushi Quraysh doiralarining o'ch elish urushiga tayyorlik ko'rishi. Makkaliklar Badr fojiasidagi ig'ir talafatga bo'lib muhim odamlardan vaqtsiz ayrilib qolganiga xursınib, musulmonlar qarta g'azab o'tida kuymoqda edi. Ulardagi intiqom elish kayfiyati bargan sari yuqori pallaga ko'tarildi. Hatto mas'ul doiralar musbat egallarini o'liklariga yig'lab ovoz ko'tarishdan mani qildi va qarshi tarafga o'zlarining qayg'u alamlarini sezdirmaslik uchun asarlarni oldirab to'lab qutqizib kelmaslikni topiladi. Badr vaqasidan keyin Qurayshlar musulmonlarga qarta keng ko'lamda o'chilish urush qo'zg'ab, bu xodin chiqqudek bir ish terish orqali antni elishni qaror qilishgan edi. Shunga ular tezlik bilan urushga tayyorlik ko'rishga tutish qildi. Ikrama ibn Abi Jahil, Safvan ibn Umayya, Abdullah ibn Abi Rabiya va Abu Sufyan ibn Harab qatorli Quraysh mo'tavarlari bu urush tayyorligiga eng zo'r tirishchanlik ko'rsatdi. Ularning bu jihatda ishlagan tunji xizmati Abu Sufyanni qutqizib kelgan Badr fojiasiga sabab bo'lgan yeliqi karvonning mollarini iyoniga tutish bo'ldi. Ular mal egalariga so'zlab, Quraysh xalqiga ayonki Muhammad bizga tig' tangildi. Yaramli va qobiliyatli odamlarimizni o'ldirib atdi. Shunga bu mollaringlarni uningdan qisos elish urushiga iyona qilinglar. Bu qitim uningdan intiqomimizni ola olsak ajab emas dedi. Mal egalari mas'ul doiralarning chaqiriqqa ovoz qo'shdi. Shunga bilan ular bu mallarni setib, urushga kerakli qurol-yarog' va qatnash aslahalarini sapladi. Natijada 1000 to'yga 50 ming dinar oltin tal qilindi. Bu vaqtda Alloh taolo tuvandagi oyatni nozil qildi. Shubhasizki, kuffarlar mol-mulklarini, boshqalarni Allohning yo'lidan to'sish uchun sarf qiladi. Sarf qilingandan keyin ularning mol-mulklari ularga hasrat elib keladi. Oxiri ular yengiladi. Kuffarlar jahannamga haydab kirgizildi. Qur'oni Karim sura Anfal 8-sura 36-oyat. Ular yana boshqalarni keng ko'lamda iyoni to'plashga majburladi. Oqqun Habashlardan va arab qabilalarining Kanana va Tahama aymoqlaridan musulmonlarga qarshi turishni xohlaydiganlarning hammasi bilan aloqalashib, iyon yo'llarini kengaytdi. Ular bu urushga tayyorlik qilish uchun har xil usullarni qo'llandi. Hatto Safvan ibn Umayya, shoir Abu Izza qolganlar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam to'lamsiz qo'yib va uningdan musulmonlarga qarshi har qanday harakatga qatnashmaslikqa ahd olganlarni setib olib,
uning she'riyat jihatdagi talantidan foydalanib, arab qabilalarini musulmonlarga qarshi kuch kiritishga va ularning o'chmanligini qo'zg'ashga soldi va uningga urushdan keyin nurg'un mol-dunyo berib, boy qilib etilganligiga bo'lmagandimi qizlarning keyingiligini yaxshi o'rlashtirdiganligini va'd qildi. Abu Izza uning gapiga oldinib, har qaysi qabila xalqini o'zining ajbi she'rlari, hissiyotliq ohanglari bilan musulmonlarga qarshi turishga kuch kiritdi. U bu qitim musibatdor xalqning yarasiga tuz sepadigan gap so'zlar bilan ularning jang qizg'inligini yuqori ko'tardi. Uningdan boshqa yana Musafiya ibn Abdum Manaf ismli yana bir shoir kishini mushu ishga soldi. Abu Sufyan Safif jangida ko'zlagan maqsadiga yetolmay qolmasdan, balki ko'plagan ta'minotdan ayrilib, nurg'un chiqimdor bo'lib, qaytib kelgan bo'lg'achqa bu qitim urush tayyorligiga alohida kuchidi. Yaqinda Zayd ibn Haris qo'shini elib borgan Qarda vaqasi Qurayshlarning iqtisodiy kuchining jon tomirini uzib tashlagan bo'lg'achqa, bu ularning dard alam zidisiga tuz sepib, hasrat o'tini texim ulg'aytibdi. Ular tasvirligisiz hasrat nadomatga qoldi. Shuning bilan Qurayshlarning musulmonlarga qarshi qo'zg'aydigan hal qilg'uch urushga tayyorlik ko'rish ishlari jiddiy ishlandi. Quraysh qo'shinining lashkariy kuchi va rahbarlik qatlamining o'rlashtirilishi. Badri pochasiga saq bir yil to'shqan kunlarda Makka doiralarimi allaqachon tayyorliqlarni bitkizib bo'lgan edi. Makka tabasidagi har qaysi Quraysh qabilalari ularning ittifoqdoshlari bilan Oqqun Habashlardan bo'lib 3000 mushrik rasmiy safga tizilib, otlanib buyruqni ko'tarib kutib turdi. Quraysh qatilari botir azimatlar o'zining or nomusini, izzat hurmatini qo'g'dash uchun bo'lsa-mu jon pido qilib urush uchun ayollardanmi jangga qatnashishni xohlaydiganlarni birga elib olishni muvaffaq ko'rdi. Shuning bilan 15 ayol safga qitildi. Qo'shinning qatnashish quroli uchun 3000 to'yga jam qilindi. Otlar qo'shin uchun 200 ot hozirlandi. Ular bu otlarni yo'l bo'yi cho'ng qo'shinga qatmay, boshqa yo'llar bilan ayrim elib mangdi. Mudofaa quroldan 700 savut naqlandi. Markaziy boshqo'mondonlar Abu Sufyan ibn Harbga markazlashdi. Xolid ibn Valid qator otliqlar qo'shinning boshqo'mondoni Ikrama ibn Abi Jahil muavin boshqo'mondon bo'ldi. Alam yanala Abduddar jamoatiga tutqizildi. Makka qo'shini yo'lga chiqdi. Makka qo'shini mana shundoq to'liq tayyorlik lashkariy hozirliklar bilan Madinaga qarab yo'lga chiqdi. Konining qisos o'tlari, oshkora va yo'shirin adovat ushqunlari ularning dillarida chaqmoq chiqib, pat arada yuz beradigan dahshatli bir qon to'kilishdan derak berib o'tadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning xabarchilari dushmanning harakatini inkos qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tog'asi Abbas ibn Abdul Muttallib dushman, ya'ni Qurayshning barliq harakatlarini va lashkari tayyorliqlarini boshdan oxir kuzatib turgan edi. Dushman Makkadan qo'zg'alib yo'lga chiqqan hamon u Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga jiddiy maktub yo'llab, dushman ahvolini tafsiliy xabar qildi. Sevimli qarindoshlarim, bugungi hozirgi anglatish, bevosita qitish mushada to'xtasin. Yana sal turib 15 minutdan keyin yana qayta o'qishni boshlayman. Allohga emanet. Rahmat, diqqat berganinglarga.